Shu bitta oddiy mana shu bitta klient uxlatib ketib qolsa ham 1 yillik nalogingizdan ko'p uxlatishi mumkin-da. Shuning uchun nima qilasiz? Beli ishlaydi deyman. Hali boya bolalar bilan o'tirib hisobladik. Yillik misol $500,000 оборот qiladigan bo'lsangiz, mana Qirg'iziston misolida 0,5% bilan оборот qilishingiz mumkin, ishlashingiz mumkin. Yillik обороtingiz $550,000 dan oshmasa. Taxmin qiling, siz 1 yilda $500,000 оборот qildingiz. Davlatga faqat $2,500 beryapsiz. Juda katta, juda yaxshi. Davlat $2,500 beryapti. 1 yil uchun juda. Ha, endi siz bitta klient bilan eng kamida $10,000-20,000 muomala qilasiz. Bu siz aytgandek, bitta klientimiz $5,000 ga uxlatib ketganda ham bo'ldi. Biz misol 2 barobar. Ha, u 2 barobar yillik hisobidan. Ha, biz u klient hisobidan qancha ekonom qilgan bo'lishimiz mumkin? $5,000 ga qancha $12,5 bo'ladimi? Shunaqa. Yo'q, $25 bo'ladi. $5,000 $25 bo'ladi. $25,000 davlatga bermayman deb turib, $5,000 dan qurib qolamiz. To'g'ri. Shuning uchun yana nima foydalari bor belida ishlashni? Hozir men eslaganim shu bo'ldi. Misol mana ko'p ishxonalar yoki ko'p bizneslar, startaplar yoki qandaydir bizneslar qaysidir etapda o'sish kerak bo'ladi. Uning uchun pul kerak bo'ladi, investitsiya jalb qilish kerak. Bankka boradigan bo'lsangiz, bank sizdan zalog so'raydi. U haligi harom nimasini qo'yib turadi. Bank sizdan halol banklar ham sizdan baribir zalog so'raydi. Nimadir qo'yishingiz kerak bo'ladi bankka. Zalogga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari siz оборотlaringiz haqida ma'lumot so'raydi. Qancha nima qilyapsiz, qancha davlatga налог to'layapsiz so'raydi. Siz u narsani ko'rsatib bera olmasangiz, bank ham bermaydi. Investitsiya olmaydi. Olamiz, jalb qilamiz investitsiya bankdan. Endi xususiy investorlarga boradigan bo'lsangiz, siz prozrachniy hamma yoqda ko'rsatib bera olishingiz kerak bo'ladi. Отчет oldiga tashlab qo'yasiz. Men bilgan katta investorlarda o'zlarining auditorlari bor. Bor. Auditorlari bor. Sizga yuboradi, auditorni yuboradi. Kelib hujjatlaringizni o'rganib, hamma yoqda o'rgangandan keyin o'zini shu shefiga borib turib, bunga pul bersak bo'ladi yoki bo'lmaydi deydi. Ya'ni u investorlar pul tikmasligini shu auditorlari ularga tayyor olib kelib beradi. Chorniyda desa 50-60 ming investitsiya olish mumkin-ku, lekin unaqa katta investitsiyalarni katta investitsiya ololmaydi. Bir lekin agar Chorniyda ishlagandan keyin baribir ikkita daftar tutadi, qandaydir hisob kitobida chalkashlik bo'ladi. Ya'ni ochiq hamma yoqda prozrachniy ko'rsatib bera olmaydi. Aka, biz misol yillik оборотimizni aytaylik $100,000, 30% foydamiz bor. Misol gryazning 30% bo'lsa, 15% toza foyda olamiz. Investor bo'lmoqchi bo'lsangiz, misol mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Yoki aytaylik kattaroq nimalarni ko'rsatish mumkin. Mana menda deydi o'sishim uchun, misol mana hozir 30% topayotgan bo'lsam, bu ishlarni qiladigan bo'lsam, bu uchun menga pul kerak bo'ladi. Yillik обороtim $1 million ga chiqadi. Endi u paytda meni foydam 30% bo'lmaydi, endi 50% bo'ladi deydi. 15%im nimaga chiqib ketadigan bo'lsa, xarajatga chiqib ketadigan bo'lsa, o'rtada 35% foydam bor. Shu narsani ochiq ko'rsatib bera olsa, kredit nima? Investitsiya jalb qilish ham juda oson bo'ladi. Agar bu narsani ochiq ko'rsatib bera olmasa, birinchidan yaxshi investorlar pul bermaydi, taklif qilmaydi. Pul taklif qilgan investorlar uni ertamandan kechgacha telefon qilaveradi. Aka, ishimiz nima bo'lyapti? Aka, ishimiz nima bo'lyapti? Mayda investorning muammosi katta bo'ladi. Shunaqa haligi bir nima bor edi. Birov Tesla'ni aksiyasini olib Instagramdan Tesla'ning bitta aksiyasini olibdi, Instagramdan nimaga yozyapti ekan. Facebook nimagami? Elon Muskga yozyapti ekan. Aka, ishlarimiz nima bo'lyapti deb. O'zi bir dona aksiyasi bor. Ya'ni mayda investor bilan ishlashda shunaqa muammolari bor. Ya'ni sizga pulini bergandan keyin ertalabdan kechgacha sizdan hisobot olib o'tiradi. Kattaroq investor u 1 yilda yoki shu определенный paytda hisobotni berasiz. Yoningizga aytaylik bitta auditor qo'yib qo'yish mumkin. U aytib turadi. O'zini nimasiga hisobot berib turadi shefga, shef biz to'g'ri yo'ldan yo'nalishga ketyapmiz yoki yo'nalishdan chiqyapmiz deydi. Shu qaysidir momentlarda sizga ancha yordam beradi. To'g'ri. Oq ishlashni yana bitta foydasi shu.
Zo'r. Umuman olganda kuzatuvchilar oq ishlashdan qo'rqish kerak emas, ayniqsa hozir Qirg'izistonda. Albatta Qirg'izistonda qo'rqish kerak emas. Siyosat bo'yicha ham gaplashsak bo'laveradimi? Bemalol. Bo'laveradi. Mana siyosat almashdi. Xo'p. Meni ko'rishim bo'yicha Ha. вообще zo'r siyosat ketyapti. O'zbekistonni bir necha yil oldingi siyosatidaqa yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Lekin ba'zilar endi ko'chada gap eshitib qolasiz undan bundan. Bular ko'chani yo'q qilib yubordi, boshqa qildi, o'zi ko'cha bo'lib oldi, shunaqa narsalar bo'lyapti. Men unaqa ko'rmayapman. Dunyo bozoriga chiqishga tayyorlanyapti. Juda bir o'zini o'ylab 2-3 ta odam qiladigan ishlar bo'lmayapti-da. Juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni kallasi yetayotganlar bormi yo men adashyapmanmikan? Yo'q, bu yerda siz pozitsiyangizni aniqlab olishingiz kerak-da. Agar sizga misol oldingi sistemada maza qilib, cho'rnida ishlab, pul qilgan bo'lsangiz, demak sizga hozirgi siyosat yoqmaydi.